Svarka apparat deganda ko'pchilik akalarda xayoliga Resanta svarkalari keladigan bo'lsa kerak. Chunki bu svarka apparatlarda ko'pchilik ko'p yillardan beri xizmat qilib keladi. Sifati zo'r svarishni apparaturalarga mana Resantani svarka apparatlarini tavsiya qilamiz. Bizda hozir 4 xil variantdan bor. Hammasi eski yupska variant, sinovdan o'tgan. Ular tavsiya qilamiz. Mana Resantani 250 tali, 220 tali, 190 tali va 205 tali varianti bor mana ko'rib 4 xil varianti, narxlari ham 4 xil chiqadi. Eslatib o'taman, bu Resanta svarka apparatlarimiz original bo'lganligi uchun 2 yil garantiya beriladi. 2 yil garantiya. Ular 2 yil ichida buzilib qoladigan bo'lsa, tekinga remont qilib beramiz. O'zimizda servislari bor. Xo'p, ko'rib turibsizlar, birinchi o'rinda Resanta SAI 190imiz, invertorli apparat, past toklarda ham ishlab beradi. Ular o'zini korobkasiga ham o'ziga ham yozib qo'ygan. 140 voltdan 260 voltgacha bemalol ishlab beradigan svarishni apparatimiz Resantani 190 tali mana ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa mablosi bo'lmaydi. Originali mana siz bo'ladi. O'ziga mana 2 yil garantiya deb yozib ham qo'yishgan. Xullas narxini $90 qilib beramiz. Resantani 190 tali originali $90. Xuddi shuni 205 tali varianti bor. Invertorli bu ham. Oldi ko'rinishlarni bitta olib berasiz mana. Chotga qilib ishlab qo'yilgan. Xullas eski yupska soddagina. Derjagmasdan ulaysiz, elektrodda shaqira-shuqur qilib ishlatib tashaveradi. 205 tali varianti narxini $95 qilib beramiz. $5 ansa qilyapti. Xullas mana bu yerda bor 220 tali varianti. O'rtacha sredniy variant ko'rib turibsizlar. Bunga ham 2 yil garantiya deb yozib qo'ygan Resanta SAI 220 li. Narxini bo'lsa $100 qilib beramiz. $5 ansa qilyapti. Mana bu yerga yozib qo'ygan. 5 li elektrodgacha qaynatib tashaveradi yozib qo'ygan. Xullas bu Resantalarda aldam-suldam yo'q. Xullas gapiga javob beradigan Resanta svarka apparatlari mana shu bo'ladi. Eslatib o'taman, buni Xitoy variantlari $40, $50 dan o'zimiz do'konda ham bor. Uni tavsiya qilmayman lekin. Endi mana bu eng giganti SAI 250 variant. Svarishni apparat invertorni oldi ko'rinishini bitta olib berasiz. Mana bu yerda yozib qo'ygan o'zi 2,5 dan 6 li elektrodgacha bemalol yoqib beradigan Resantani 250 tali svarka apparat. Buni sovutish tizimi, ventilatori 2 tali bo'ladi, orqasida va ichiga ham bitta o'rnatib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun ham svarka apparatimizning umri uzoq bo'ladi. Hech qanaqa mablosi yo'q, e'tibor beramiz. Original mana shunaqa bo'ladi. Bekorga 2 yil garantiya berilmaydi. Original bo'lgani uchun 2 yil garantiya beramiz. Endi mana massa deyishaklar bor. Hammasini ochib qo'ymadim. Xo'p, bu svarka apparatlarimiz komplektdan nimalar chiqadi deganda, ikkitagina daftari chiqadi, garantiya taloni va yo'riqnomasi chiqadi. Va mana bunday qalin bo'lgan massa derjaklar chiqadi. Mana ko'rib turibsiz, juda ham qalin ishlangan. Kabellari o'zi aytib turibdi originalligini. Xo'p, boshqa narsa chiqmaydi. Maska-paska solib qo'yilmagan xitoyskiy apparatlarga o'xshab. Bu apparatlarimiz sifati zo'r bo'lgani uchun massa derjak, garantiya talon bo'ldi, tamom. Hech nimasi yo'q bo'ladi korobkasida. Shuni ham eslatib o'taman. Endi buni bitta ishlashlarini bitta ko'rsatib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib kanalga podpiska, pastini bilan aloqa ochib ko'rasizlar. Video bor, svarchi do'stlar jo'natib qo'yamiz. Keyin svarka apparati zo'r qilib yurgan akalarga ham jo'natib qo'yamiz, bitta ishlatib ko'ramiz. Svarka apparatimiz to'lqinli olib, bitta ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar. Bosib apparat ko'rib turibsizlar, elektrodni bor va shu mensimayapti ham. Endi eng katta elektrodimizni yoqib ko'ramiz. Katta elektrod. Elektrod kattaligiga e'tibor beramiz. Shovullatadi. Kiyib qolsa bo'ldi. Shovullatadi. Bekorga bu original svarishni apparatlar puliga yarasha arziydigan svarishni apparatga borib, katta like bosib kanalga podpiska qilib ko'rasizlar. Apparat taniganlar bo'lsa, kommentda fikrlarni qoldirasizlar va apparat haqida. Apparat puliga arziydimi yo'qmi? Narxi atiga $130 ga 250 tali.